Savol: to'ylarda qo'shiq aytilishligi joizmi yo'qmi? Hozirgi kundagi qo'shiqlar, hozirgi kundagi kuylar nazarda tutilayotgan bo'lsa, bu bil ittifoq harom. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida bo'lgan musiqa, Rasululloh davrida bo'lgan she'r, buni hozirgi kundagi musiqa va she'rga mutlaqo qiyoslanmaydi. Ya'ni shunga qiyoslab joiz deyilmaydi. Rasululloh davrida duf cholishlik bo'lgan. Bunga bir qancha dalillar bor. Shulardan biri Burayda radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis. Ja'at imratun ila nabiy sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh ba'zi g'azotlarga chiqqanlarda bir ayol keladi. Faqalat ya Rasululloh inni kuntu nazartu in raddaka Allohu salihan an adriba bayna yadayki bid-duf bayna yadayki bid-dufi wa ataghanna. Haligi ayol aytadiki, ya Rasululloh, men nazr qilgan edim. Alloh sizni agar g'azotdan salomat qaytarsa, sizni oldingizga chiqib duf chalib qo'shiq aytib beraman deb nazr qilgandim dedilar. Shunda Rasululloh sallam aytadilarki, agar nazr qilgan bo'lsang, dufingni chal dedilar. Shunda haligi ayol duf chaldi deyilgan. Bu duf hech qanaqa musiqa asbobi emas. Bu ya'ni qo'lda taxtaga urgandek o'z ismi bilan duf degan ovoz chiqadi xolos. Hozirgi kundagi odamlar musiqa sanamaydi hech qachon. Xuddiki chapak chagandek gap bu ya'ni. Mana shu narsagagina ruxsat berilgan. Va qo'shiq aytishlik deganda esa u Rasulullohni maqtab nashid aytgan. O'shani ular zamonida kuy deb nomlangan. Bu qo'shiq deganda hozirgi zamondagi kuy bunaqa narsalar nazarda tutilmagan. Bu aksincha Rasululloh sallam aytganlari qiyomatning alomatlari. Qiyomatning alomatlari, ya'ni Rasululloh ogohlantirgan shunaqa bo'lishligidan. Sahih hadisda aytganlarki, sayakunu min ummati unasun yastahilluna al-hilla wal-harira wal-ma'azif. Ummatimdan bir oxir zamonda bir guruh insonlar bo'ladiki, fi oxir zaman shunday insonlar chiqadiki, ular ipakni, kuy qo'shiqlarni, xamirni halol sanaydigan insonlar chiqadi. Mana shunaqangi hadislarda olib halol sanaydigan insonlar chiqadi deganlar. Demak, bundan bilinyaptiki, o'zi harom. Ular mana shu hadislarda olib uni halol sanaydi. U hadislar aslida bular hozir tushirayotgan qo'shiqqa ham, ular aytayotgan kuyga ham kelmagan. Shuning uchun hech kim Rasulullohning sunnatidek qilib hozir duf chala olmaydi. Chalgan taqdirda ham insonlar uni kuy deb qabul qilmaydi, o'sha bilan qanoatlanmaydi ham. Va hech kim Rasululloh sallam davrida ayol aytgan nashid bilan qanoatlanmaydi. Va shuning uchun uni qo'shiq deb unga ijozat olinmaydi. Bu narsa bil ijmo harom bo'ladi. Allohu a'lam.